Men taksi qilaman, ko'chada taksi qilaman. Tirikchilikka chiqaman har kuni erta bilan. Bir kun 3 ta yigit o'tirdi mashinamga. Falon joyga olib borib qo'yasan dedi. Pulini kelishdik. Aytilgan joyga olib bordim, tashadim, tushirdim, pullarini oldim. Ularni olib tashab jo'nadim. Bir qancha masofaga keldim. Orqaga bunda sidinaga qarab qolsam, barsetka qolib ketibdi. Boyagi yigitlarni barsetkasi qolib ketibdi. Olib qarasam, ichida pechat, shtamplar 160 ming so'm. Endi o'sha paytda katta pul 160 ming so'm, 170 ming so'm pul. Keyin plastik kartalar 1-6 ta. Shunaqa ichimga bir og'riq kirdi. Darrov razvorat qilib boyagi yigitlarni tushirgan joyga borsam, yigitlar yo'q. Eng yomoni yuzini siymosi ham esimda qolmagan. Bir ko'rib, "Ey, siz deya olmayman, shunaqa darajada." Yo'lda yuraman, 2 ta 3 ta yigitlarga qarayman, o'xshab qolarmikin, shumasmikin deb uni qidiraman, buni qidiraman. 3-4 kun qidirdim, yo'q topolmadim. Birdaniga to'satdan sog'lom onam kasal bo'lib reanimatsiyaga tushib qoldi deya. Onamlarni больницаga yotqizdim. Taksi qilaman, topgan pulimga dori-darmon tashiyman, yana yo'lma-yo'l qidiraman, boyagi yigitlar uchrab qolarmikin, omonatini bersam. Yo'q. Bir do'stimga dardimni aytdim. Shunaqa muammo bo'lib qoldi. Bir yigitlarning omonati meni mashinamda qolib ketibdi. Topolmayapman, nima qilsam ekan desam, xohlagan bankka kirgin o'rtoq, plastigini bersang, o'sha plastikdan uni nomerlarini topib beradi deb maslahat. Darrov yugurib plastik kartani bersam, menga topib berdi, nomerni telefon qildim. Telefon qilsam, 3 ta yigitni 2 tasi umidini uzib bo'lgan ekan. Bo'ldi endi, pechatlarni o'zgartirib kerak, seflarni qulupini buzib kerak. Endi unaqa yigitlar qolmagan. Kim beradiga tayyor mashinada qolgan narsani ko'rvasan-ku ahvolda yoshlarni. Birovni haqqidan qo'rqadigan yigitlar qolmagan deb 2 tasi umidini uzib bo'lgan ekan. Uchinchisi shoshmalaring. Hali ham Xudodan qo'rqadigan yigitlar bor, umidingni uzma, erta topilib qolar deb mana shu holatda turgan ekan. Telefon qildim, bo'lgan voqeani aytdim, menda barsetkaylar qolgandi, falon kunlarda. Shunaqa xursand bo'lib ketdi. Bir joyga borib ko'rishni maslahat qildik, borib ko'rishdik, hammalari bag'riga bosib xursand bo'lib kelishib, boyagi xursandchiligidan barsetkadagi 160 ming so'mni menga suyunchi, mana sizni bizlari katta bir muammodan qutqardi. Menga kerak emas. Mana shuni sizlarni topganimni o'zi menga suyunchi bo'ladi, menga boshqa kerak emas deb boyagilarga nima desam ham, yo'q, hech yo'q, azginasini oling deb o'sha pulni berdi. Rozi-rizochilik qildik. Ustimdan tog' ag'darildi deyapti. Tog' xalos bo'ldim, tog'dan. Tog'i yuki bosib turuvdi, xalos bo'ldim. Yana ko'chaga tirikchilikka ketyapman. Bir yigit to'xtatdi. Rohatni kurigiga qancha bossaz bosing, og'zingizdan chiqqan summani beraman. Meni birov kutyapti, iltimos faqat bosyapman deydi. O yangi Toshmi tomondagi rohatga qarab bosyapman. Bo'yliqqa yaqin kelganda qulog'imni tagida bir dovush, birodar, tezlikni 40 ga tushiring, tormozni bosing, mashinani o'ng qo'lga oling deb gapirdi deyapti. Yaqqol shu gapni eshitdim. Boyagi yigit gapirdimikinsam, u telefon bilan gaplashib ketyapti, o'zi bilan o'zi ovora dedi. Qarasam 90 da ketayotgan ekanman. Shunda tormozni bosdim-u, 40 ga tushirib o'ng qo'lga shunda olishim bilan orqamdagi mashina viz etib o'tib, oldinda peshoxotni uchirib yubordi, urib deyapti. Sochib yubordi deyapti. Bu ne hodisa deyapti-da. Qotib qoldim. Nima bo'lyapti o'zi? Kim menga gapirdi? Kim meni tezligimni tushirdi? Kim tormoz bosdi? Aqlim yetmayapti. Boyagi yigit mayli ukam, sekinroq yuring, ehtiyot bo'ling, o'ziga qarang. Bordik deydi. Rohatga tushdi, pulini berdi. Endi undan xolos bo'lib bo'layotgan voqealardan hayron bo'lsam, больницаdan telefon bo'lyapti. Onam, bolam, men o'lganda olib ketasanmi, kelmaysanmi, meni olib ketmaysanmi deyapti. Qarang, reanimatsiyada yotgan onam sog'ayib qopti. Mana shu birovni haqqidan qo'rqqanligim uchun, o'sha omonatni o'ziga yetkazganligim uchun oldimda bosib ketishligim kerak bo'lgan inson meni nasibam edi. Mana shuning uchun Xudoy taolo meni saqlayotgan bo'lsa-chi, bemor bo'lib qolgan onamga Xudoy taolo birovni haqqidan qo'rqqanligim uchun omonatni yetkazganligimga
onamga shifo bergan bo'lsa-chi, men tushunmayapman bu narsalarga, taqsir deyapman. Mana taqvo qanaqa bo'ladi, birodar.